Hammalarga assalomu alaykum deganlar. Sizlar bilan Akmal Morgan. Bugun YouTube kanalimizga vlog video chiqadi. Tabriklashlar bo'ladi. Men 16 yoshimda o'z baliq xonamni ochdim to'g'riroq. Mana baliqxonani obzorini ko'rishingiz mumkin. Tak, bu yog'imizda baliqlar bor. Bitta baliqlar turadi. Mana baliqlar. Shu yoqqa baliqlar bor. Shu yoqqa baliq bor. Qarang. Vlog sizlar ham bir ko'ringlar, men hayotim qanaqaligini. Tak, bu yoqqa bu oddiy xonamiz, bu ko'rsatib o'tirish shart emas. Tak. Bu yoqqa o'tsak, bittadan ham mana xona, katta televizorlari bor, konditsioner bor, sigaret, hamma narsalarimiz bor. Konditsioner, Wi-Fi deysizlarmi, hamma narsa topiladi. Tak. Endi keyingi navbat mana bu yerda libboy narsalaringiz bor, olaverasizlar, kelaverasizlar. Bu yerda shu har xil suvlar mana narsalar turibdi. Bu tarafiga ichkariga kirib hozir kamera yo'qaman. Tarvuzlarimiz bor. Tak, bu yer mehmonxonamiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Kattagina ichkarida xonalari ham bor. Bemalol kiraverasizlar, agar kim Xorazmdan bo'lsa. Mana suyitlarni yoqsanglar, ajoyib bir xona. Tak bolalar, 1 minutlik video vlogimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana kim ko'rmagan bo'lsa, ana endi ko'rib oldik. Xayr.